mandan jerkan vossanmi? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman baba. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'qku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni yonidan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsam aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka Boshlardan shu. Boshlardan. Nega bu yerga qo'yinglar? Qo'rqaman, qo'rqaman. Aka, ketmayaptimiz, o'tanaman. Aka, Rozi bo'l ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Savol javobing oson bo'lsin ukam. so'rayman. Mani tashlab ketmang. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mana. Qo'rqib ketyapman. Aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q.